Aytib. Assalomu alaykum ovchi akalar. Mana bugun 3-iyun baliq ovdamiz. Xudo xolasa. Mana soat ham 2 ga borib qoldi. Mana qarmoqlarimiz turibdi. Mana rezultatlarimiz. Mana. Hadi bunisi deb qo'y. Ha, bu hali birinchi xalta bu. Mana birinchi xalta. Mana endi ikkinchisini ko'rsataman. Mana bu ikkinchisi. Tomosha qilingizlar, qozonlarni. Ana sozon. Mana. Mana bu ikkinchisi. Uchinchi, to'rtinchi. Naryoqda turibdi, uni keyin ko'rsatamiz. Ovchi akalar qanday bo'ldi u? Zo'rmi? Bunda o boshqa yerda bo'lmaydi. Ha, bizlar mana Haydarko'lda. Haydarko'lga tushayotgan kanalda bu.